Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurumlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 3. Qashqar Hazrat Mazri. Kun tikleşken bulup, Tomuz ayları başlanmay turupla hava ısıp ketken idi. Her qaysı yurtlardan haydap kelingen mыңлыған haşarçılar xuddi çümüllərdek tinimsiz işləydi. Kalpukları gaz bağlap ketken, belleri yadek egilgen. Oruqlap, qaqşal bop qalğan bu işlemçilərinin çırayı solğun, vücudu mağdursuz idi. Yuğan zəmbillərdə lay götürüb alğan, dümbülürigə 8-10 dək kesək ilib alğan. Yuğan uçı adam belidək, incik uçı yotudək yağaçlarını dolusıq elib, mükçüyüb ketken yigitlər hər bir qədimini, xuddi yelkisiga tağ yüklüb alğandək dəl dügünüb alatdı. Dilkala, haretler, naqqashlar terlep, ussap ketkenligi qarmay, barlıq hünürünü işq silib, acayip inçke, nefis hünersendini namayan qılıb atatdı. Etdigenden beri jari sama silib, her tartışmaq usulu oynap, herip ketken, hükmet okup, galleri ağırıp ketken bir top dervişler. Şerbet gülünün boydaki sögetinin sayısında arvan sarvan yetişkinice bitbek atatdı. Boldu degiçe çekken bäňniň täsirinde işqi, Janabi Allah'nın işqi, İşan hocamның işqi dep kakırap toğluşatdı. Bir neçe vaiz guppaňçy sopala eşek ülvatsa kötü gıcak tatıptı degendek eğir emniyet azabıda degüçülüge qamıgan aşarçılar arsıda avazını boldu degiçe koyup berip vaizlik qılıp atatdı. Xudoy Taala aytipdilar ki, pir degen payg'ambarga o'xshash, murid muxlis payg'ambarning ummatiga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Allah'dan qandaq vahiy kelgan bo'lsa, pirimiz Hazreti Qutbul Aqtab Apaxon hocamızgımı şundaq vahiy kelmiştir. Xon hocam dergahıga kelib, qo'l berib, murid muxlis bo'g'uchilarning har qancha ig'ir gunohlari bo'lsa-mu, Janobi Allah uning barliq gunohlarini mag'firat qilgusidir. Ol mazarı podshohi pir buzrugimning sar mazariga kelib, xolis emgak qilguchilarning 7 avlodini ağırıq silaqdan saqlab, ahiretning azabidan xalos qilgusidir. Maqbara xoniqa, tunaqxona temiga bir çangallay, bir dal kesak yoki bir dal vosichog'liq narsa hadiya qilguchilarga bir masjid, bir xoniqa, bir ko'rik yasagandek yoki bir navbat haj tavab qilgandek savab berilgusidir. Savab yezilgusidir. Haq rost deb vaqirg'inicha söz aldı yana bir vaiz so'pi. Hazreti Sultanul Muhaqqiqin Apaq hocam shundaq aytdilar ki, barliq ibodatxonlarning eng kattasi shukr qanoatdir. Suluk ahli öz nisivisiga shukr qilishi kerakki, yaxshi yemek, esil kiyinmek, yaxshi uylarda turmak, hatun ayol zoti lazzatiga berilmektin özünü tortmaqi lozimdir. Qilgan ibodatiga tamanna qo'yib, haq nisiva tilimidagi noshukirlikdir. Hazreti Qutbul Aqtab Apaxon hocam shundaq hikoyat qildirlar ki, çöl bayavanning o'tirsidagi Kəbdə bir buvay bilan Mumay hamda uning o'g'li kecha-yu kunduz haq jamoliga sig'inib ibodatda yashaydikan. Kunlarning birida ularning Kəbsiga bir avliyo hazrat Xudoyi qo'noq bo'lib tushibdi. Atsi ming'ar vaqtida ey mo'minlar, qandoq talab mutoyinglar bor deb so'rabdi. Ol taqvodorlar aytibdilar ki,
Janobi Allah Taala her birimizning birdan talabimizni ijobat qilsa ekan, Avliyo Hazrat Haqning huzuriga berib, ul bandalarning orzusini yetkazibdi. Janobi Allah aytibdilar ki, ul bandalarim qilgan ibodatiga haq nasibi talab qiluvchilar ekan, noshkurligi sababidan talab orzusini ijobat qilsammu, hol ahvoli zinhor yaxshilanmas. Shundaqdimi heliqi avliyo pir buzrukning qayta iltijo qilib turverishi bilan Janobi Allah ularning birdan talabini ijobat qilmoqchi bo'pti. Ey mu'minlar, Janobi Allah har biringlarning faqat birla talabinglarni ijobat qildigan bo'ldi. Debdi avliyo boyavondagi heliqi kapiga kelib, qani talabinglarni darhol aytinglar. Men mazlum kishi bo'lganligim uchun Janobi Allohga birinchi bo'lib talabimni aytaman, debdi Mo'may. Ey Allah, meni 16 yoshlik sahib Jamal qiz holatimga keltir. Men muni qerining kapsida emas, xon sultonlarning harimida farog'at ko'ray, deb talabini bayon qilibdi. Shu hamon Mo'mayning talabi ijobat bo'pti. Mo'minning vafosizligini ko'rgan bovay Allohga munojat aytibdi. Ashu vafosiz mo'mini bir mikijinga aylantirib, kapsining oldiga akilib qo'yishini tilabdi. Shu hamon bovayning talabimu ijobat bo'lib, Mo'may kapi oldida to'ng'iz surdida chirqirg'inicha paydo bo'pti. Allohga iltijo qilish navbati kelgan o'g'il to'ng'iz surdidagi onasini ko'rib, zar qaqshapti-da, Allohdan onasini asldagi Mo'may holatiga keltirib berishini tilabdi. Shu hamon Mo'may asli qiyofatiga kelibdi. Xulos kalom, garchi Janobi Allah ularga 3 martam fursat bergan bo'lsa-mu, ular qilgan ibodatiga minnat qilib, Allohdan noshukirlik bilan haq nasibi talab qilganligi uchun hech nimaga erishamabdi. Ey yoranlar, ey suluk ahli, shuni esinglarda tutinglarki, banda uchun shukr qanoatdan ortiq ibodat yo'qdir. Janobi Valiyulloh Apaqxon hojimiz, mening eng yaqin ummatlarim shukr qanoatga yaqin kishilardir degan. Haq! Yana bir go'ppanchi so'pi bar ovozi bilan jari tatqandan keyin qo'lidagi po'lat halqiliq munguz dastaklik sapoyisini jaldaqshitib, chog'nicha hukmat o'qishga boshladi. Başım tuproq, cismim tuproq, özüm tuproq. Köydüm, yandım, bulanmadım hergiz apaq. Haq veslige yetermen deb ruhim muştaq. Zemzem bulup yer astığa kırdım mana. Başqa sopi dervişler hükmetke maslashib jarri tatishga başladı. Hüm Allah'ım, hüvvi Allah'ım. Ey müminler, bu dünyanın payanı yok. Çin ölüsen hergiz bunun yalganı yok. Kim bilmese vallah onun imanı yok. Hocam dergahini terk etken resva boğay. Hüm Allah'ım, hüvvi Allah'ım. Bir yerdeki vallah degen söz Allah nam bilen qasamki degen gapken. Bu klassik şair Ahmet Yasavi'nin şiiri deb izohlanibdi. Sopi dervişler issiqda ussab ketganmi yoki hukmat o'qib, jarri tatish xo'sh yoqmadimi? Ovozi to'liq zaif, pashining g'ingshig'idek yiqimsiz edi. Shu asnoda hosharchi yigitlar orasidan to'liq jarangliq hukmat ovozi anglandi.
Yigitning ovozidan etilib chiqayotgani vahima pushaymon, to'vi istig'for bo'lmasdan, balki heliqi Sopi darvishlarning hukumatiga berilgan yolqinliq javob sadosi edi. Sopi darvishlar hayronlik ilkida bu sadoga ixtiyorsiz quloq soldi. Haq qullari darvishlar, haqiqatni bilmişlar. Haqqı aşık bo'lganlar, haq yo'liga kirmişlar. Haq yo'liga kirganlar, Allah deb yurganlar, haqni so'ygan aşıqlar, xaloyiqdan kechmişlar. Dünya mening deganlar, jahon malın olganlar, och ko'z qushdak buluban, ul haramga patmışlar. Molla mufti bo'lganlar, nahaq dava so'rganlar, oqni qora qilganlar, ul tamuqqa kirmişlar. Haram yegan hokimlar, rishvat olib yeganlar, barmoqni tishlaban qo'rqib qolmishlar. Tatliq yeganlar, turlik yeganlar, oltin taxtda turganlar, tuproq ostdan qolmishlar. Bu yerdagi tamuq degan so'z do'zax degan gapkan, rishvat degani pora degan gapkan. Sopi darvishlarning chiroylari tatardi. Zuvani tutilib, kallasiga hech nima kelmadi. Shu topda oddiy, to'mpay, avam orasidan ko'tarilgan bu sada ularning vujudiga xanjar bo'lib urilmoqda edi. "Nashukrona hukumat!" deb qiqirdi bir Sopi. "Haqros! Abbaxon hojamning saltanatiga qarshi murtatlarcha nazma. Avam orsiga yo'shirinib olgan dahriylar qudrat quluq qilmoqchi." Sopi darvishlarning shikoyatlarini yana talqin sadosi besib oldi. Bu qitim osharchilar guruhiga bo'linib, bir guruhga 2 misra o'qisa, yana bir guruhga 2 misra o'qiydi. Talqin sadosi hayvatlik guldirlaydi. "Behishit do'zax talashur, talashmoqda bayon bor. Do'zax aytur, men ortiq, menda Fir'un hamon bor. Behishit aytur, ne dersen sözni bilmey aytursan, sende Fir'un bulursa, mende Yusuf Kenan bar. Do'zax aytur, men ortiq, bexil qullar mende bar. Bexillarning bo'ynida o'tliq zanjir kishan bar. Behishit aytur, men ortiq, payg'ambarlar mende bar. Peygamberler oldida Kevseru hür gulman bar. Do'zax aytur, men ortiq, tersa juhud mende bar. Juhud tersa oldida turlik azob suzan bar. Bu yerdagi suzan degani ko'ydirgichi degan ma'noda. Behishit aytur, men ortiq, mo'min qullar mende bar. Müminlerinin aldıda türlük nimet elvan bar. Do'zax aytur, men ortiq, zalim qullar mende bar. Zalimlarga berurga zahar zuqum mende bar. Behishit aytur, men ortiq, olim qullar mende bar. Olimlarning ko'nglida oyat hadis Kur'an bar. Do'zax aytur, men ortiq, munofiqlar mende bar. Munofiqlar bo'ynida o'ttin ishkal kishan bar. Behishit aytur, men ortiq, zakir qullar mende bar. Zakirlarning ko'nglida zikri iloh subhan bar. Do'zax aytur, men ortiq, binamazlar mende bar. Binamazlar bo'ynida yılan bilan choyan bar. Behishit aytur, men ortiq, didor ko'rmak mende bar.
didarini ko'rstarga rahim otliq rahmon bor. Bu klassik shoir Ahmad Yasaviyning she'ri deb izohat berilibdi. So'pi darvishlarning uni butunlay ichiga tushib ketgan edi. Mardona, jonliq, hayotiy kuchga to'lgan talqin sadolari ularning meng'isini qo'chib etgan edi. Bir umr Eshon xo'jasini maqtab, uchirib, madilab jon beqib kelgan bu tayyortab so'pilar. Oddiy xalq orasida o'zgacha aytilayotgan talqin sadosidan hang-tang qilishgan. Quloqlariga bir ishinib, bir ishonmay qilishgan. Hasaddan ichi ordab ketishgan edi. Ey murtadlar! Eshonxon xo'jamga ma'lum qilmoq kerak. Ular o'ziga suv kirib ketgan jumladek pitirab ketishdi. Shu topda Hazrat qasridagi hashamatlik xutbaxonasida 2 tuman sar kumush bilan 5000 sar oltinni Hazrat mozorining qurilishiga Xudoyi savob izlab hadiya qilish uchun osmondan tushgandakla paydo bo'lib qolgan saxovatchilarni qabul qilayotgan Hidoyatulloh Eshonning xushalliqdan quliqi og'ziga yetgan bo'lib, oqirishga boshlagan o'zgilan qoshlari ostidagi bir jup ko'zlari chaqnab ketgan edi. İnşallah Abbaxon xo'jamning muborak jamoliga qinib, didor muloqoti bo'lish orzuyimizga elhol bugun yetdik, dedi savdogar siyoqida yasnavagan ma'sum xalifa namsiz barmog'iga silvagan qor yaqutdan ko'z qo'yilgan oltin uzgini havas bilan silab o'tirib. Ul arzimas hadiyalarimizni qabul qilganliklari uchun o'zimizni jannatul ma'vada turayotgandek baxtiyor sezmoqdamiz. Biz yurt kezib, nesibi izlab yuradigan haq bo'lganligimiz uchun Mazar podshohi buzrukvorimizning maqbarasiga o'z qo'limiz bilan bir changal loy qo'yolmaydigan bo'ldik. Shu topda Janobi Eshon pirimizni ortiqcha bizavita qilishni xohlamasaqmi, kichkina mudoyimizni aytmay ko'nglimiz orom topolmaydigandek turdi. Ey saxovatchi zotil ahtoblarim, ul mudoyinglarni tatinmay aytqoysizlar, dedi Eshon bu saxovatchilarga ziyoda ehtirom bildirib. Eshon pirimiz mudoyimizni maqbul ko'rib qolsa, ziyoda riyozat chekib qolmag'ay deb yiqinli joyda chidiri bargoh tikkan edik. Shu topda yoranlarimiz xon xo'jamga atab qozon esib o'tiribdi. Navoda Eshon pirimizga ma'qul kelsa, ul musofir xonimizga berib bir vaqt taomga ham dasturxon bo'lib bersa, Qutbul Ahtob xon xo'jamning muborak qo'li tekkan tavoqlarni tavarruk bisotlarimiz qatorida azizlab saqlagan, o'zga ellardagi murshid yoru birodarlarimizga ko'z tub, ularni xon xo'jam g'izolangan tavarruk tavoqda g'izolanish baxtiga musharraf qilgan bo'lsak, olamcha savob va baxtga noil bo'lgan bo'lar edik. Qattiq hayajonlangan Hidoyatulloh Eshon bu taklifga darhol qo'shildi. Hotam sifat zotil ahtoblarimning bu talab iltijolarini noumid qoldirishga qandaqmi mumkin bo'lsin? Qani, yo'l boshlasunlar. Hidoyatulloh Eshon Mo'la Soqi, Mo'la Naqi qatorliq 2 xalifasini sar mozor qurilishidagi ishlamchilarni nazorat qilishga qoldirib, 20 ga yaqin so'pi darvishlarini agashtirdi-da, to'qib tayyorlab qo'ygan oq arg'imiqiga mindi. Ma'sum xalifa Hidoyatulloh Eshonga bo'lgan cheksiz sadoqatini bildirish uchun oq arg'imoqning chulvurini bo'yniga soldi-da, Hazrat qasridan 2 chaqirim yiroqlikdagi eriq bo'yiga tikkan chidirga qarab yo'l oldi. Ular yetib kelganda xizmatkorlar go'shtni pishirib, poloni dumlab tayyor bo'lib turgan edi.
Ular Ma'sum xalifaning oldin o'rlashtirib qo'ygani bo'yicha Hidoyatulla İşanni ko'rish bilanla yugurib kelib, avval oq arg'moqning o'zangisiga, ondan İşanning ma'si kalash kiyib olgan putiga, ishtinning puchqig'iga, to'nining peshiga, oxirida qo'liga so'ydi. Talishib turib, qo'liga so'badida 30 odam bemalol suqudek cho'ngliqdagi chidirga boshladi. Hashamatlik bezalgan chidir bu saxovatchi savdogarlarning katta boy zardor ekanligini namoyish qilib ko'zni qamashtiradi. Ma'sum xalifa hamrohlarini yaqin keltirmay, Hidoyatulla İşan bilan hamrohlarining oldiga o'zi dasturxon soldida, dasturxonni turli qanit kezak, yel yemishlar bilan ko'mib tashladi. Orqadan yumshoq pishirilgan paqlan go'shi keltirildi. Ey hatem süpet zatil ehtabim, dedi Hidoyatulla İşan qo'liga paqlanning oldi qo'lini elib turib. Sizlarmu kelinglar, ham dasturxon bo'layli. Ne'matlik Abbaxon hocamning himmatiga hashqalla, dedi Ma'sum xalifa qo'l bog'lab turib. Shul topda 10 hazratim bilan ham dasturxon bo'lishni cheksiz orzu qilsaqmi, ammo bir martam bo'lsa-mu xizmatlarda bo'lish fursatini zinhor qo'ldan bergim yo'q. Shunga qutbul ahtabim bemalol mazzaga boqqaylar. Hazratlardan oshqan taomlarni tavarruk bilib, safar jarayonida mazza qilib yavag'aymiz. Har xil xushpuroq doğru dermekler bilen ötkür zahar silip pişirilgan paqlan go'shi to'liq mazzilik pishgan edi. Hidoyatulla İşan paqlanning oldi qo'lini oltin sopliq bagisida shilib pak-pakiz yevatdi. Ma'sum xalifa o'z qo'li bilan jiqlab turgan jonon piyoldagi puroqliq doğru dermek choyni to'xtamay sumrib turdi. Oxirida Hidoyatulla İşanning oldiga oltin tabaqda, boshqalarning oldiga yog'och tabaqda olay go'shi besilgan polov tortildi. Ma'sum xalifa barliq hunurini ishqa silib to'xtamay so'zlaydi. Har bir jumla so'zida Hidoyatulla İşanni maqtab uchratdi. O'zining Makka, Bag'dod, Damashq, Buxoro, Hirot, Kashmir, Kabul qatorliq shaharlarda savdo setiq qilish jarayonida Abbax hojining olam shumul nomi sharifini, hurmat tarifini anglaganligi, nurg'un ahli suluk muritlarining Hidoyatulla İşanning jamolini seg'inib, yod etib, duo talablarda bo'lib turganligini so'zlaydi. Bu so'zlar Hidoyatulla İşanning qulog'iga ba'ayni oltin qo'ng'iroqdek yiqimliq anglanadi. Anglagan siri hayajonlanadi. Hidoyatulla İşan polodun 3 kapam og'ziga solgandan keyin bag'an siri yuragi qizib, ussab ketib bag'anligini his qildi-da. Yurakka muzdek, yaqqudek sharbat bormidir, saxovatchi? dedi Ma'sum xalifaga qarab. Ma'sum xalifa darhol xizmatkorlariga to'ldi. Darhol sharbat keltiringlar. Muz parchalari aralashtirilgan yo'g'on bir china anar sharbatini bir tiniqdala ichivatgan Hidoyatulla İşan bir oz saygandak bo'ldi-yu, orqadanla texmi bak ussab ketdi. Xizmatkorlar sharbatga zahar silvatgan edi. Birdilla Hidoyatulla İşanning yuz terlari qimshib, ko'zlari to'rlashdi. Tili samirib, og'zi faqatli gapga kelmadi. Nurg'un quvluq, shumluq, suiqasdlarni qilib odatlangan Hidoyatulla İşanning birdilla yuragi qattiq og'di. Shu topda u o'zining qasdga uchraganligini, tamoqiga, choyga, sharbatga zahar silinganligini his qildi. İki ko'zi mo'dirlab turgan bilan put-qo'li mag'dursiz, tili zuvonsiz edi. Ölüm daqiqalarining yaqinlab kelayotganligini tushungan İşan har qancha tirishibmi tilini kalima shaodatga keltirolmadi-da, bir yonga qiysayganicha ko'ppida yiqildi. Uning hamrohlarimi dasturxonga dum tushgunicha sunoylanib yotadi. Hidoyatulla İşanning o'lganligini ko'rgan Ma'sum xalifa qo'l bog'lab buyruq kutib turgan hamrohlariga buyruq qildi.
Hammasining beshini tindin juda qilinglar. Ma'sum xalifa shundoq dedi-da, o'zi eng avval Hidoyatulloh Ishonning saqilidan tutib turib, giliga pichoq surdi. Hidoyatulloh Ishonning zaharlanib o'lganiga ishonch qilolmagan ma'sum xalifa jasadni qaytadan bo'g'izlab atdi.